Hozirda yangi ishlab chiqarilayotgan turgan Damas mashinalari ozgina yurmasdan mashina joski bo'lib qolyapti. Bunga sabab nimada? Sharovoylari eshityapsizlar, sharovoy o'ynab ketgan. Albatta buni almashtirishni tavsiya qilmayman. Buni o'zini sharovoyni chotki qilib to'g'rilasa bo'ladi. Mana o'zlaring ko'rishingiz mumkin. Qattiq mashina. Buni almashtirib, yangi qo'yib, rasxod qilgandan albatta o'zini remont qilib, to'g'rilashni tavsiya qilaman. Trendga aylangan ko'pchilik ustakalarimiz tomonidan qo'yilib turgan mayatnik, ya'ni podchimnilik mayatnik. Bu podchimnilik mayatnikni qo'yib, rullaringiz yumshoq bo'lib, mashinaga keladigan ortiqcha nagruzkalarni yo'qotadi. Lekin o'ziga yarasha zararlari ham bor. Shunga e'tibor berishni unutmanglar. Albatta bu podchimnilik mayatnikning zararini so'rashingiz mumkin. Videoni o'tkazmasdan ko'rib turing va sirazi negativ yozishga shoshilmay turing. Men sizga zararlarini aytib o'taman. O'zini mayatnigi rezinka bo'ladi. Yamaga tushganingizda keladigan udarlarni rezinka albatta qaytaradi. Lekin podchimnilik mayatnikda podchimnikning o'zi bo'lgan hisobiga keladigan udarlarni prямо rulovoy kolonkaga berib, rulovoy kolonkani tez to'kilib qolishiga sababchi bo'ladi. Keyingi zarari, podchimnilik mayatnik qo'yganingizdan keyin rul juda yengilligini hisobiga katta tezlikka chiqishni tavsiya qilmaymiz. Sababi katta tezlikda rul tortib ketib qolib, har xil xavfli holatlarga olib boradi. Bu videodan keyin juda ko'pchilik noto'g'ri o'ylashi mumkin, mayatnik podchimnikni yomonlashdi deb, lekin biz uni yomonlamadik. Biz unda qoladigan har xil holatlarni insonlarga yoritib berdik xolos. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, profilga obuna bo'lib, bitta like bosishni unutmanglar.